eng yaxshi eng yaxshi Windows bu Windows 11 ReviOS hisoblanadi. Sababi olganda u juda ham yengil va ishlatishga qulay. Windows 11 ni kuchsizroq kompyuterda ishga tushirsak ham bemalol ishlab beradi. Hamma funksiyalari mavjud, darajasi 11 dan ko'ra yaxshiroq ham. Maxsus Revitol uskunasi bor. Bunda gibernetika har xil narsalar qo'shsa bo'ladi. Panelda eski Windows 10 paneldek qoldirsak ham bo'laveradi. Keling endi Task Messenger'ni ko'raylik. Task Messenger'ga kiradigan bo'lsak, protsessorim Intel Celeron 1 GHz baza spektri tezligi. Ikkita yadrosi, ikkita potok mavjud. Juda kuchsiz, hatto Pentiumdan. Hozirda ishlab berish tezligi OBS Studio ekranda yozayotganligim uchun 100 turibdi. Aslida 19-20% atrofida bo'ladi. Operativka 4 GB. Maksimum ishlash holati 1.7 ishlayapti. Bundan tashqari bizlarda yana shuncha mavjud. Disk ishlashi 0%. Sunkali nima ko'chirganmiz? Wi-Fi 0, GPU 53%. GPU menda integrированный video karta DirectX 12 gacha ko'taradi, ammo bu yo'q video karta. GPU xotirasi 1.8 GB. Uncha yaxshi emas. Ishlashga keladigan bo'lsak, yaxshi. Faqatgina OBS Studioda video yozayotgan nimasi tufayli sal qotish kuzatilyapti. O'yinlarni ochib berishi yaxshi. Revitolga keladigan bo'lsak, bu yerda xavfsizlikni o'chirib qo'yganman. Local use control. Windows notification, har xil narsalar bor. Windows 11 mana menu o'chirib qo'yganman. Faylni yoqib qo'yganman. Tezlikka keladigan bo'lsak, xuddi Linux kabi swapdan foydalansak bo'ladi. Ya'ni RAM oldiga ROM dan qo'shadi. Full screen. Hamma narsasi mavjud. Qo'shimcha bu narsa bizga kerak emas. Driverlar update qilish va fast startup va hibernation degani bu kompyuterni o'chirsangiz, men shu holatda o'chirsam, yoqqanimda shu holatda turgan bo'ladi. Dokumentlar hamma narsa. Umuman olganda juda ham tez, zo'r Windows. Buni Telegram kanalga joylayman, xudo xolasa.